Assalomu alaykum do'stlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. So'raganlar uchun mana bodam ko'chatlarimiz bor. Holatlarini ko'ryapsizlar. Mana shu holatda ikki xil sorti bor. Bu majniy bilan oltariq sorti bor. Bu majniy yumshoq bo'ladi, juda mag'izi ko'rinib turadi. Oltariq sal qattiqroq bo'ladi, lekin hosili ko'p. Mana ko'ryapsizlar, ko'chatlari yangi ko'chirib kelgan, yaxshi holatda, chiroyli holatda. Agar videolarimiz kimgadir manfaatli bo'lsa, bodam ko'chati oqtarayotganlarga yuborib qo'yasizlar, do'stlar. Juda bir chiroyli holatda. Adresimiz o'sha Farg'ona viloyati Quvat tumanida. Boshqa ko'chatlarimiz ham ko'p. Endi men hozir har kuni har xillarini qo'yyapman. Shaftoli ko'chatlarimiz, olma ko'chatlarimiz, sliva ko'chatlarimiz bor. Undan tashqari xullas kimga qanaqa ko'chat kerak bo'lsa, izohlarda yozib o'tsalaring yo lichkamga yozsalaring, biz barchasini, dastavka xizmatlarimiz ham bor vodiy bo'ylab. Faqat nechtaligiga qarab kelishilgan holda. Telefon qilaverasizlar do'stlar. 91 659 2302. Sog' bo'ylar. Bodam ko'chatimiz ichi ozroq, xullas nimasi cheklangan. Mana ko'ryapsizlar, kurtak chiqarishni boshladi bodam. Tezroq ekish kerak. Sog' bo'ylar do'stlar. Bodam oqtirgan do'stlaringizni jo'natib qo'yasizlar.